O'rta nima gap? Hechmi? Nima bo'ldi o'rta? Srochniy gapirgin, men xizmatdagi odamman bilasan. Ke deganingga yetib keldim. Jarima maydoniga ketayotgandim. Hali borganimmi yo'q jarima maydoniga? Tinchlikmi? Tinchmas o'rtoq. Xo'p, nima bo'ldi? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi yurishibdimi? Yaxshi. Mandir, tezroq ketaylik. Dadam jarima maydonchasiga kelibdi. Ukajonim, hozir 5 minut shoshmay turgin ketamiz. Nima bo'ldi? Nima gap? O'rtoq, men oldin bunday holatga umuman tushmaganman. Xo'p, o'rta nima bo'lganligini aytgin. Mana buni ko'r. 3,5 million jarima. Buni dadam bilmaydi. Bilsa, shuni hal qilish kerak. Seni shunga chaqirdim, o'rtoq. Ha, o'rta, to'g'risini aytsam, men xizmatdagi odam emasman. Ukam bilan uyga ketayotgandim. Men biror narsa deya olmayman. Mana telefoning, jarimaga tushgan bo'lsang 50% chegirmasi bor, o'rta, to'lab olasan. O'zing ehtiyot qil, bo'pti. Charchama. Sen hozir xizmatda emasmiding?